O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-dekabrdagi PK 465-sonli qarori ijrosini ta'minlash, aholi bandligini oshirish va qishloq xo'jaligida mavjud resurslardan samarali foydalanishni kengaytirish maqsadida Beruniy tumanida muhim seminar tashkil etildi. Seminarda Beruniy, To'rtko'l va Ellikqal'a tumanlaridan karantin agentligi, fermerlar kengashi, Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq xo'jaligi sohasining mutasaddi tashkilotlari, ilg'or dehqon fermer xo'jaliklari rahbarlari hamda tomorqa yer egalari ishtirok etdilar. Seminar davomida PK 465-son qarorining asosiy maqsad va vazifalari, fuqarolar va fermerlar uchun yaratilayotgan imtiyozlar, shu jumladan yer ajratish tartibi, subsidiyalar va ilmiy-metodik yordam masalalari batafsil yoritildi. Tadbir ishtirokchilariga dala chetlari, kanallar bo'yidagi maydonlar, sug'orish va kollektor drenaj tizimlari atrofidagi yerlarni xo'jalik yuritishda foydalanishning iqtisodiy samaradorligi va ekologik ahamiyati haqida ma'lumotlar berildi. Ayniqsa ushbu yer maydonlarida meva ko'chatlari, poliz ekinlari, dukakli o'simliklar va sabzavotlar ekish orqali yillik hosildorlikni oshirish va oilaviy daromadni ko'paytirish imkoniyatlari alohida ta'kidlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil davomida Beruniy tumanida dala chetlarida 101 gektar, kollektor va drenaj tizimlari atrofida esa 8 gektar maydonlarda meva ko'chatlari, sabzavot va poliz ekinlari ekilgan. Ushbu ekinlar hududlarga biriktirilgan fitosanitar nazorat davlat inspektorlari tomonidan doimiy monitoringdan o'tkazilib, holatlari E-Fito axborot tizimining dala nazorati platformasiga kiritilmoqda. Bu esa yetishtirilayotgan mahsulotlar xavfsizligi va sifatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Seminar doirasida qishloq xo'jaligi kooperatsiyalarini tashkil etish, aholining o'zaro hamkorlikda ishlab chiqarish faoliyatini tashkil qilish bo'yicha chora-tadbirlar muhokama qilindi. Shu bilan birga edu.karantin.uz platformasi orqali aholi vakillarini onlayn tarzda o'qitish, ularga agronomik ko'nikmalarni o'rgatish va shu orqali bandlikni ta'minlash masalalariga ham alohida urg'u berildi. 2024-yil 30-dekabrdagi PK 465-sonli qarori asosan dala chetlarini samarali foydalanish bo'yicha Prezident farmoni chiqqan. Shu qarorga asosan Ellikqal'a tumanida 97,5 gektar dala cheti, 8 gektar kollektor zavor atroflarida mevali va manzarali daraxtlar ekildi. Shu bo'yicha bugun tumanimizda ko'rgazmali seminar tashkil qilindi. Soha mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan amaliy mashg'ulotlarda meva ko'chatlari va poliz ekinlariga to'g'ri parvarish ko'rsatish, kasalliklardan himoya qilish, o'g'itlash va sug'orish texnologiyalari bo'yicha foydali tavsiyalar berildi.